Assalomu alaykum aziz yaxshimisiz, yaxshi yuribmisizlar, kunlaringiz xayrli bo'lsin. Xudo xohlasa bugungi temamiz Ariston bo'ladi. Shu voqea bo'lgan deb aytishdi menga, Xudo ko'rsatmasin. Shuning uchun vaqtimda terlaringizni tozalatib, Ariston tekshirib turing. Men ham kecha yuvdirdim. Yana shunday bo'lib ketgan terimiz yana. O'zbekistonning vodoprovodini bilasizlar, loyilaqadi. Shuning uchun yilda kamida 2 marta tozalashga grantda bo'lsa 1 marta kamida. Yine shunday voqea yana tenimizin bo'lib ketgan ahvol yana 3 yilda shunday bo'lgan yana. Aristonimizning icham to'lgan. 2 odam bo'lib zo'r qoldi, qo'yganda 1 odam bo'lib qo'ydik, yengil bo'lib qoldi. Yuvgandan keyin yengillashadi. Ichidan chiqqan tashlarimiz yana shunday. Shuning uchun vaqtni tozalatib, yuvdirib turish kerak. Xudo ko'rsatmasin, har yerdan har xil voqea eshityapmiz. Yuvinganda to'qa tushibdi, boshqa Aristondan to'qa o'tdi degan voqealarni eshitibmiz. Yana shunday tashlayni. Shuning uchun vaqtni tozalatib, yuvdirib turishingizni tavsiya etamiz. Yana shunday tashlar bo'lib ketgan ichidan. Aristonning ichidan to'kilishi bor. Shu tashlar. Shu tash ham ichidan chiqdi. Bu ham shu laylar to'kilgan laylar shu Ariston ichidan lay bo'lib chiqdi ichidan. Tashlarni aytmaysizmi? Shularni mayda shu laylar mayda tash deyman. Shuning uchun vaqtni iltimos shu qaratib tozalatib turinglar. Shunday bo'lib ketgan. Yana bir tishi bor. Lay bog'lab cho'rib oxiri shunday bo'lib ketgan. Undan keyin to'q o'tkazadi, yana bunday voqealar bo'ladi undan keyin. Shuning uchun iltimos vaqtini qaratib tozalab turinglar. Kimgadir foydali bo'lgan bo'lsa like, podpiska bosing, do'stlaringizga jo'natib qo'yamiz. Hech kimning xudo xohlasa bo'lmag'ay.